Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Flash Gamer Minecraft. Do'stlar, sizlarga lekin bitta yaxshi xabarim bor. Birinchisi bu qishlog'imizga prezident kelyapti. Bu degani yaxshi hozir sizlarga. Bu mer deganlari ham bir balo bo'lgan aytib qo'yay to'g'risi. Men qayerda endi? Mer bu merim jonimga tegdi. Obodonlashtirish kerak, chiroyli qilish kerak qishloq. Bu mer deganlari ham izmay aytib qo'yay. Hech kim yo'q. Mer. Xo'sh, mer. Mer mana bu yerdadir balki deb hech qaychi. Yo'q. Mer. Mer qayerda ekan? Mer. Do'stlar, bu mer deganlari ham bir qishloqqa ko'chib ketganmi? Nima boshqa qishloqqa? Izma mer. Mana bu yerda qarang, o'tlab ketgan. Do'stlar, men merda so'rab olayda. Qayerda haligini? Do'stlar, bu mer deganlarini topish juda qiyin bo'ldi. Shuning uchun men kreativda ham so'rab oldim. Endi men mazza qilib qishloqqa desam. Yo'q, men qishloqda chiroyliroq qilaman. Xo'sh, birinchi navbatda yo'lakchalarni almashtirish. Mana shunga almashtiraman. Chiroyli. Yo'q, qandaydir yo'laklarga mos. Do'stlar, buni nima o'jivaniyada qilsam 200 yil ketar. Shuning uchun men kreativ qilyapman. Prezident kelib qolsa, lekin chatoq bo'ladi. Hozir o'zim sharmandaligini ko'rib qolar. Yashab ketar ekan u prezident. Bu esa bizga yomon. Bilasizlar, uyimdagi narsalar chiroyli edi bundan. Men qishloq deb uyimdagi hamma narsani sotib olib, boshqa narsalarni qo'ydi. Bu mer deganlari ham izmi ekan. Izma mer. Boshqa mer tayyorlash kerak o'zi. Bu izma merdan. Men bu yerlarga ham loy olib ketib tashlagan. Bu yerlar chiroyli edi avval. Oddiy o't qo'ygan. Nima qilamiz bilmam. Do'stlar, hozir vaqtim chegaralanmagan. Bugungacha hali ancha ketadi, shuning uchun videoni to'xtatib turaman. Like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, mana qishloq qurib bo'ldim. Tepadan ko'rsataman. Mana bu uchun menga ancha vaqt ketdi. Lekin mana qurib bo'ldim. Suvni ham almashtirdim. Mana tayyor. Shu yerda o'zida prezident ham ko'rib ketdi. Zo'r dedi. Hammaga xayr do'stlar. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar.